Sevar Alisherning oldida bu munosabatni butunlay tugatganini aytgan o'sha lahzada uning hayotiga yana bir katta fojia kirib keldi. Endi nafaqat ishonchi parchalandi, balki bag'ridagi farzandidan ham abadiy ayrildi. Keyingi qismda ko'rsatilishicha, shifoxonada hushiga kelgan Sevar yo'qotgan farzandi uchun faqat Alisherni aybdor deb biladi. Alisher esa har qanday yo'l bilan Sevarni qaytarishga urinadi. Boshqa tomondan, Shahrizoda Alisher undan ham uzoqlashayotganini his qila boshlaydi va shu qo'rquv uni xavfli qaror qabul qilishga majbur qiladi. Shu bilan birga Muhammad Ayub onasining davolanishi uchun oxirgi chorasigacha borishga qaror qiladi, ammo buvisining ochko'zligi yangi fojiaga sabab bo'ladi. Eng katta portlash esa Sevar hammaning hayotini o'zgartirib yuboradigan bir sirni bilib qolganida yuz beradi. Agar videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga albatta obuna bo'ling va yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqchasini ham yoqib qo'ying. Ushbu barcha prediksiyalar bizning shaxsiy fikrlarimizga asoslangan bo'lib, asl voqealar bundan farq qilishi mumkin.